Xo'p. Aka, yaxshi kunlaringiz bo'lsin. Ishoncha bo'lar ekanmi? Bo'lar ekan. Aytgan vaqtingizni chiqarib berdingmi? Chiqarib berdinglar, rahmat. Minnatdorman. Dokumentlarni tez, qulay sharoitda qilib berganingiz uchun. Yaxshi kunlaringiz bo'lsin. Xudo xolisa bundan keyin uyaltirsangiz, ishonversangiz uyaltirib qo'ymaymiz aka. Birinchi marta ishlayotgan odamlar baribir bo'ladi. Xo'p, aka, siz nomingizga aka nomlariga to'ysiz rasmimoshka qilingan. Aka, siz nomingizga rasmimoshka qilingan. Xo'p, 10 kun beznoma yura olasiz. Sertifikatsiyalar xudo xolisa 3 kun ichida chiqadi. 3 kun tashib beramiz. Siz nomer taqasiz. Atak 10 kungacha yura olasiz. Sizlar nomingizga rasmimoshka qilinganligi haqida qog'oz. Xudo xolisa. Rahmat. Sizlarga ham yaxshi kunlaringiz bo'lsin. Xizmat bo'lsa aloqadamiz. Xudo xolisa. Ishonch uchun rahmat. Sizlarga. Jiyan, yaxshi kunlaringiz bersin. Charcham, mashina yoqdimi gilamingizmi? Sog' bo'linglar. Bitta mashina aylanib sizlarga ham, bizga ham. Sizga rahmat ishonch uchun aka. Rahmat. Rahmat. Xursand qilib. Rahmat.